Açıver ana. 1, 2, 3. Assalomualaikum, men Nazarboyeva Dilbar. 7 yillik ish tajribaga ega детский massajist. Hozirgi kunda bolalarda uchrasib o'tirgan displaziya, kasalapa, raxit, plastoskopiya hamda sog'liqdan ko'plagan kasalliklarga yuzdan asliq bolalarning yem tabuğuna o'z ulushimni qo'shib kelmoqdaman. Hozirgi vaqtda men o'zimning bilimimda asru maqsadida Toshkent qalasına borib, o'rganib kelgan bilimlarimni hozirgi kundagi ko'plagan bolalarda qo'llanib, ularning yem tabuğuna еңбеклеп жүріп кетуіне өз үлесімді қосып жатырмын. Massajистің қолында сағат, жүзік hamda bileziklar bo'lmau kerak. Eng алдымен tırnaqlar жақсы алынған болуы керек. Балаларымызды және таза жерге жатқызып massajын башлаймыз.